Aha. Mana qarang mana. Mana uyga Ha, o'tirib turishni Shu boshladi. holat yo'q edi. Ya menda edi xolos. Hop. Mansur tog'amiz Andijondan kelishgan. Yuroli Mansur tog'a. Mansur tog'amiz Andijondan kelishgan. Bizga kelgandagi asosiy shikoyatlari tizza bo'g'imida og'riqqa, tizza bo'g'imi lechini olgandan keyin ham o'zgarish bo'lmasligi bo'yicha kelishgan. To'g'rimi, Mansur tog'a? To'g'ri. Endi bizga kelganda diagnozni qo'ydik. Diagnozlar bo'yicha o'ng tizza bo'g'imida tog'aylarda yemirilishi birinchi, ikkinchi bosqich qo'ydik o'ngizda. Chap tizza bo'g'imida ham birinchi, ikkinchi bosqich qo'ydik. Endi ikkalasining farqi bo'lyapti. Ikkalasining farqi chap tizza bo'g'imida kistamiz ham bor ekan. Kistamizni kattaligi bamisoli mana ikkita to'g'ri tuxumiga teng keladi. Ikkita to'g'ri tuxumni teng qilsangiz bitta kista bo'ladi. Sizda kattaligi shunaqa hajmda ekan. Kistamiz kattaligi, o'sha kistamiz tizzamizning orqa qismida joylashgan ekan, mana orqa tomonida. Kattagina ekan. Endi tepa qismiga keladigan bo'lsak, tepa qismida 25 millilitr shamollagan suyuqlik bo'lgan edi. Mana 25 millilitr shamollagan suyuqlik bor edi kelganda. Endi shu bo'yicha lechena qilishni boshladik. Endi hoji tog'amdagi mana tekshiruvlar davomida kasalligi ham ortoped tomonlama, man tomonlama ham revmatolog tomonlamaligini aniqlab oldik. Bundan xursandsiz hoji tog'a? Xursandman mana. Endi mana Farg'ona shahar doktor Ismoiljon nomidagi xalqaro ortopediya travmatologiya markazida lechena qilyapmiz hoji tog'ani. Hoji tog'a kelganingizga bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. O'zgarishlar qanday bo'lyapti? O'zgarishlar zo'r. Hop. Mana o'tirib tura olmadim. Mana hozir ko'rsatib ham beraman. Mana qarang mana. Mana uyga o'tirib turishni boshladi. Shu holat yo'q edi. Ya menda edi xolos. Hop. Bu. Ha, eshiklar mana ko'rdingiz, qaytdi deb aytdingiz. Undan ham xursand bo'ldim. Foydasi yaxshi. Endi shu soha bo'yicha mana bu hozirgi kunda global muammo bo'lib qoldi. Ko'pda endi tizza og'riyotgan. Shunaqa bemorlarga qanaqa maslahat berasiz? Mutaxassisga kelsin. Sizga o'xshagan mutaxassisga sizga kelsin. Mana Andijonda 3 yer, 4 yerda davolanadi. 15 kunda foydasi. Mana bu yerda boshqacha. Qilayotgan o'kilardan tashqari ham boshqacha muolajalari bor ekanda. Muolajalar mana tufayli mana xudo xolasa yaxshi. Mana endi hoji tog'a sizni so'zlaringizga men qo'shimcha qilib qo'yaman. Albatta mutaxassis degan savol, anaqa mutaxassisga ko'rinsin degan joyiga albatta aytamizki, har bitta vrachga borganingizdan keyin o'sha vrach o'zining sohasini tanlab olib, agar o'zidan sohasidan qo'shimcha bo'lgan mutaxassislar sohasida kasalligi bo'lsa bemorda, o'sha mutaxassislarga tavsiya qilib, hamjihatlikda davolansa bemorning holati yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana sizning kasalligingiz 50% man tomonlama ekan, 50% revmatolog tomonlama ekan. Revmatolog ham lechena yozdi, yana yaxshi bo'lyapsiz. Yaxshi bo'lyapti. Endi to'flangan tizza bo'g'imidagi kistasi, to'flangan tizza bo'g'imidagi shamollagan suyuqliklarimiz hozir ma'lum darajada yana 60% o'zgarish yaxshi bo'ldi. Bir haftada 60% yaxshi bo'ldi. Bir haftada emas, 4 kunda kuzatdik-ku. 4 kunda yaxshi, ancha. Yurunchi yurishlaringizni ko'raychi. Yurishlaringiz kak manga o'xshab qolibsiz mana. Tizza bo'g'imi buklanchi. Zo'r. Qani? Bir xilda ekan. Endi qarang hoji tog'a. Oldin kelganda manaqa yurayotgandim. O'zimni avaylab yurayotgandim. Xuddi yiqilib ketadigan. Hozir yaxshi. Yaxshi, zo'r. Endi mana shu soha bo'yicha qiynalayotgan bemorlar bo'lsa, albatta bizni klinikaga kelishlari mumkin. Har bitta tekshiruvlarda amalga oshiriladi. Agar man tomonlama muammosi bo'lsa, mukammal darajada lechena qilamiz. Agar man tomonlama muammosi kamroq bo'lsa, qo'shimcha mutaxassislarga tavsiya qilamiz. Hoji tog'a, bizni klinikamizga tashrif buyurganingizdan xursandman. Ilohim doim sog' bo'ling. Sizga rahmat-ku. Dostonbek, sizga rahmat. Nevaralarim shogirdlikka olib kelaman. Bo'ldi, xudo xolasa.